Amiga, assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Suyun. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylangan bir shirinlikni haqiqatan sinab ko'rmoqchimiz. Uning ichidan pul chiqadimi yoki shunchaki fake mi? Ko'rib turganingizdek bu Amerika shirinliklari. Video oldi sizlarga bitta konkursni e'lon qilmoqchimiz. Biz yaqinda hamkasbimiz Elmurod Muqimov bilan Surxondaryo sirli surlar kitobi hamda shaxsan o'zim olib kelgan hajdan olib kelgan Makka mushafi Qur'oni Karimni yana bitta surpriz sovg'amiz bor. Xullas 3 ta sovg'ani Qiziriq Gold hamda Qiziriq Haqiqat Telegram kanallardagi obunachilar uchun qo'yamiz. Shartlarni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring, biz shartlarni e'lon qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas ayni damda mana bizda ushbu shirinlikdan 40 ta bor. Biz birma-bir bularni ochib ko'ramiz. Xo'sh, chindan ham buning ichidan pul chiqadimi? Mana bu yerda yozib qo'yibdi, mana ko'rgan bo'lsangiz, meni 3000 so'mga xarid qil va ichidan pul chiqadi degan. Ko'ramiz, bu chindan ham fake mi yoki pul chiqadimi? Mana birinchisi qog'oz chiqdi. Maryam, ertalab yetida uyg'on. Kupon, pul yo'q. Xo'sh. Ikkinchisi mana Amerikan shirinligi. Mana ishni ochib ko'rsataman. Buning ichida ham shirinlik yo'q. Keyingisiga o'tamiz. Buning ichida ham pul yo'q demoqchiman. Shirinlik bor, buning ichida ham pul yo'q. Chiqindisini bu yoqqa solamiz. Mana keyingisi. Malikaxon. Buning ichida ham pul yo'q, mana ko'rganingizdek. Xo'sh. Endi keyingisi. Buning ichida Maryam degan yozuv chiqqan, ertalab yetida uyg'on bu ham. Buning ichida ham mana pul yo'q. Buning ichida pul bor deb ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib yotibdi. Yoki bu shirinlik fake shirinlik, yo'q, u haqiqatan Amerikaniki, bu esa O'zbekistondan chiqarilgan poddelka. Endi bilmadim. Mana bu keyingisi bu. Xo'sh. Buning ichida ham mana pul yo'q, ko'ryapsizlar do'stlar. Xo'sh, keyingisi. Shirinlikni olayotganda e'tibor berib oling. Ba'zi birlar ochiq chiqadi, ya'ni tekshirib ko'rishadi, menimcha sotuvchilarning o'zi. Yana bu shunaqa gumonda, buning ichida ham pul yo'q mana. Sotuvchilar o'zi tekshirib ko'rishsa kerak, bo'lmasa nimaga mana hozir nechta bo'ldi? Sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 ta. Hozircha 6 tani ochdik. Bittasidan pul chiqqani yo'q. 7-dan mana pul chiqqani yo'q. Mana ko'rdik. 8-si. 8-sidan pul chiqqani yo'q mana. Dokuzunchisi. Mana birinchidan shirinlik, lekin pul yo'q. Xo'sh. Mana bu vaqtiga yana mashina ham rasmini qo'yib qo'yibdi. Mashina chiqishi mumkin deb. Bismillah. Vaqtli hamda akajonim degan kupon. Bu ham pul chiqmadi. Mana keyingisi, bundan ham yana Muniraga degan nima chiqdi. Bunda ham
Pul yo'q. Ikkingisini ochib ko'ramiz. Dostonga ekan. Buning ichida ham pul yo'q. Pul bor deb ishonib oling, ham haqiqatan ham pul chiqarmagan deb oling, ko'ryapmiz endi. Mayli. Odamlar bilib qo'ygani yaxshi-da, haqiqatan ham ichidan pul chiqarimi yo'q. Buning ichida ham pul yo'q, ko'ryapsiz. Yana dostonga. Buning ichida ham pul yo'q. Buni ochib ko'ramiz. Men ITni yaxshi o'rganaman va zo'r programmist bo'laman. Buning ichida ham pul yo'q. Xo'p, mana yarmiga yaqin ochib tashladim. Bittasidan ham pul chiqmadi do'stlar. Keyingisi samandarga ekan bu. Buning ichidan ham pul chiqmadi. Na pul, na pul. Bundan narsani kuponi, xullas ko'ram. Keyingisini ochib ko'ramiz. Keyingisi Malikaxonga ekan. Buning ichida ham shirinlik, pul shirinlik, pul yo'q. Xo'sh. Yana samandarga. Buning ichida ham shirinlikdan boshqa narsa yo'q. Xo'sh, ikkingisini ochamiz. Original Elite deb qo'yibdi. Menimcha bu original bo'lmasa kerak. MCJ Max Elite O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Uchtepa tumani O'zrikzor mahallasi Samarboni 1-uy. Buning ichida ham pul yo'q, mana qurish shirinlik. Даже ikkinchi shirinlik ezilib qum bo'lib ketgan. Shirinlik chiqmaydi. Buning ustidan yana kupon, oddiy qog'oz. Buning ichida mana ko'rib turgan bo'lsangiz pul yo'q. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Balkim oxirida chiqar. Bunun ichida ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Alloh guvoh, pul yo'q buning ichida, pul yo'q. Yana ochib ko'ramiz. Buning ichida ham pul yo'q. Hop, keyingisini ochib ko'ramiz. O'zi ochiqroq turgan. Shuning uchun ko'rib olayotganingizda yaxshi e'tibor berib oling, balkim chiqib qolar, bilmasam, lekin striktasi xuddi ochib ko'rilganday bo'lyapti. Yaxshi upakovka qilinmagan ekan. Narsa olinadi, endi narsa yo'q qo'yiladi. Biladi, balkim bizgacha keyincha pul olingan dilshodga ekan bunisi. Mana do'stlar, buning ichida ham pul yo'q. Buning ragi ekan. Do'stlar, buning ichida ham pul yo'q mana. Yana buning ragi, buning ichida ham pul yo'q mana. Yaxshi tekshirib ko'rib olyapsiz mana. Yana buning ragi. Mana buning ichida ham pul yo'q.
Samandarga. Do'stlar, mana buni ichida ham pul yo'q ko'rayotgan bo'lsangiz. Elite, sürpriz, Amerikan sürpriz. Qismini yapaman. Yarmidan ko'pini ochdi, bittasidan chiqmadi-da. Buni ichida ham mana kupon, lekin bittaga yapaman. Shirinlik pul yo'q. Ikkinchisini ochib ko'ramiz. Buni ichida ham mana kupon. Buni ichida ham pul yo'q, manaki. Ikkinchisi. Mana yaxshi tekshirib ko'ryapman. Ochilmagan, umuman ochilmagan. Misol uchun yo'lda magazinda yo'lmasa yo'lda olib sotalar, do'kondagi sotalar ochib ichidan olib qo'ydi deb o'ylasa bo'ladi, lekin umuman ochilmagan, misol uchun. Umuman ochilmagan. Ochilmagan umuman. Bo'lsin agar shu bittasidan bir pul yoki yutuq chiqqan bo'lsa-da, buni ham ko'ramiz mana. Bu sevinchga ekan. Buni ichida ham yo'q. Yo'q, buni ichida ham bir aktivist, bir bloger sifatida do'stlar, mana shunchasini ochib tashladim, bittasidan ham ichida pul chiqmadi. Hali buni mazasini ham totib ko'ramiz, mazasi qanday ekan. Mazasi ham o'ylaganchalik shirin bo'lmasa kerak. Yana bunday degan, mana ichida yo'q, buni ichida ham do'stlar, mana pul yo'q buni ichida. Bu misol uchun hech kimdan aldanib qolmaslik uchun men shunisidan videoni qilyapman, to'g'risida. Buni ichida ham yo'q mana. Xo'sh, ikkinchisi mana. Yo'q, ichida ham. Ichida ham yo'q. Agar o'lsin, agar shu 50 taga yaqin olganman, 44 ta, buni ichida ham yo'q. Endi bu 44 tadan hatto bittasiga chiqish kerak, to'g'rimi? Upakovkasi buzilgan mana buni upakovkasi buzilmagan. Zakonniy bo'lib turibdi mana. Men upakovkasi buzilmagan upakovkani ochyapman mana yana men. Buni ichida ham pul yo'q. Nima chiqadi deb o'ylaysiz? Nima chiqadi? Bu shunchaki borku, marketing borku. O'zim Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti marketing fakultetida o'qib yurgandim. Unaqa narsa, marketing unaqa aldolar haqida aytib o'tilgan. Umuman bunaqa marketing aldolarga ishonib qolmang, hurmatli iste'molchilar. Buni ichida ham pul yo'q mana. Oxirgisi mana. Oxirgisi. Nima deb o'ylaysiz? Buni ichidan chiqishi mumkinmi? Bismillah. Buni ham ko'ramiz. Bu yana sevinchga. Kompyuterni o'rgan, katta bo'lsang, buxgalter bo'lasan. Aldanib lof bo'lib yurmaysan. Do'stlar, buning ichida ham pul yo'q mana. Xullas ham tortib ko'rsak, tak. Salkam 1 kilodan ortiq. Do'stlar, shuncha musur. Mana yana 2 tadan 3 ta ochgan edik. Kamera ortida baribir pul chiqmadi, Alloh guvoh. Xo'p, mana ko'rdingizlar do'stlar, mana nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 va nihoyat 44. 44 dan ichidan bittasini ichidan pul chiqmadi va bunaqa aytganda bunaqa yolg'on narsaga ishonib o'tirmangizlar, hurmatli surxondaryolik, hurmatli o'zbekistonlik kuzatuvchilar. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mesela mazali tushmor. Mazasi ham mazza matrasasi yo'q mahsulot do'stlar. Qo'limni yuvib qo'ltig'imga tiqdim deydi-ku. Xullas, bunaqa marketing hiylalariga ishonib qolmang, hurmatli do'stlar. Ichidan pul chiqadi, ichidan boshqa narsa chiqadi, ichidan tilla chiqadi. Xullas, umuman ishonmang. O'zbekistonda boylarni boy qiladigan bu kambag'allardir. Siz kambag'al bo'lib turib, yo o'rta qolib turib, mana shunaqasiga ishonib olsangiz, quridan quri mana boylarning hiylasiga uchib aldangan bo'lasiz. Ha. Videomiz boshida aytib o'tgan edim. Bu surxondaryolik shoir, yozuvchilar bilan birga chiqargan bayozimiz to'plam. Xudo xolisa buni ijtimoiy tarmoqda hamkasbimiz Elmurod Muqimov bilan yana bitta videoni boshida aytib o'tganimdek, o'zim umraga borib kelganimda endi Allohning uyidan Makka mushafini hozir uni sizlarga namoyish eta olmayman, chunki men guruhga tashlanganman. Qizil haqiqat kanaliga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Shartlari quyidagicha do'stlar. Tez orada biz Elmurod Muqimov bilan obunachilarimiz orasida konkurs qilamiz. Hech qanday sharti yo'q. To'g'risini aytsam, shunchaki obunachi bo'lishingiz kerak. Sharti yo'q va bo'ladigan kunni biz Elmurod Muqimov bilan aniq aytamiz. Bizning Qizil haqiqat kanalimizga hamda Elmurod Muqimovning Gold Qizil kanallariga obuna bo'ling. Bunaqa mazza matrasasi mahsulotlarni olmang. Shunchaki olmang, bo'ldi. Sotib olmang. Ishonmang bunaqa narsaga do'stlar. Sizlar uchun mana 100 ming so'mdan oshiq pul sarflab biz shunchaki bir nima deydi? Amaliyot qilib ko'rdik, amaliyot. O'zimiz tajriba qilib ko'rdik, ichidan pul chiqmadi. Pul ham, sovg'a ham chiqmadi. Bizni kuzatishda davom eting. Videoga ajratgan ko'rgan vaqtingizga rozi bo'ling do'stlar. Shunchaki biz xalqni aldanib qolmasligini, iste'molchilarni, o'zbek xalqini aldanib qolmasligi uchun biz sizlarga bir kichik video tayyorladik va ushbu videomiz sizga yoqadi degan umiddamiz. YouTube'da Sardorning kanaliga obuna bo'ling. Kommentarda o'z izohlaringizni qoldiring. Sizga ham haqiqatan biror narsa chiqqanmi yoki sizlar ham aldanib qolganmisiz? Shu mahsulotni olmaslikni tavsiya qilamiz. Ko'rib turganingizdek ichidan hech narsa chiqmadi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarning xizmatingizda bloger, ijtimoiy tarmoq faoli, ekolog, ekofaol Sardor Suyun bo'ldi. O'zingizga ehtiyot qiling.